Pensionerlar, bugungi mavzu juda jiddiy. Agar siz avgust oyida kerakli hujjatni vaqtida topshirmasangiz, pensiyangiz qayta hisoblanmay qolishi, indeksatsiya yoki qo'shimcha to'lov sizga kechikib yetib kelishi mumkin. Men bu gapni qo'rqitish uchun aytmayapman. Amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odam huquqi bor pulni olmaydi. Sababi bitta: kerakli ma'lumotnoma, ariza yoki tasdiqlovchi hujjat vaqtida topshirilmagan bo'ladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar, balki ularning farzandlari, nevaralari, yaqin qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p pensionerlar hujjat ishlarida adashib qoladi. Navbatdan cho'chiydi. Telefon orqali so'rashga uyaladi yoki o'zi avtomatik bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda, qaysi holatda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Oldin ko'pchilik pensionerlar bitta narsaga o'rganib qolgan edi. Pensiya oshsa, indeksatsiya bo'lsa yoki bazaviy miqdor o'zgarsa, hammasi avtomatik tarzda hisoblanadi degan tasavvur bor edi. Ayrim holatlarda haqiqatan ham tizim avtomatik ishlaydi. Masalan, umumiy tartibda barcha pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, odatda pensioner alohida ariza yozib yugurib yurmaydi. Pensiya jamg'armasi mavjud ma'lumotlar asosida summani yangilaydi. Lekin hamma masala ham avtomatik bo'lavermaydi. Ayniqsa sizning pensiyangiz miqdoriga ta'sir qiladigan shaxsiy holatlar bo'lsa, masalan, ish staji bo'yicha qo'shimcha ma'lumot chiqsa, ilgari hisobga olinmagan ish haqi topilsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha oila tarkibi yangilansa, qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha hujjat kerak bo'lsa, bularning ko'pi tasdiqlovchi hujjat talab qiladi. Hozir eng katta muammo shunda. Odamlar indeksatsiya degan so'zni faqat umumiy oshirish deb tushunadi. Aslida pensiya qayta hisoblanishi, ustama qo'shilishi, imtiyozli davrlar inobatga olinishi. Ayrim to'lovlar yangilanishi ham odamlar tilida indeksatsiya deb atalib ketadi. Agar sizga tegishli ma'lumot bazada yo'q bo'lsa, tizim uni o'zi taxmin qilib qo'shmaydi. Davlat organi bu odam balki yana 3 yil ishlagandir deb o'zicha pensiyani oshirib bermaydi. Buning uchun hujjat bo'lishi kerak. Avgust oyining muhimligi ham shu yerda. Ko'p tashkilotlarda yilning ikkinchi yarmida ma'lumotlar yangilanadi. O'quv yili boshlanishidan oldin farzandlarning kunduzgi ta'limda o'qishi tasdiqlanadi. Qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar qayta ko'riladi. Ayrim toifadagi pensionerlar uchun arizalar va ma'lumotnomalar topshirish muddati aynan shu davrga to'g'ri keladi. Agar siz avgustda topshirishingiz kerak bo'lgan hujjatni sentabrga, oktyabrga surib qo'ysangiz, to'lov vaqtida chiqmasligi, qayta hisoblash kechikishi yoki faqat ariza bergan kundan keyin hisoblanishi mumkin. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har bir pensionerning holati alohida. Shuning uchun hammaga bitta hujjat kerak deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Lekin umumiy xavf bir xil. Pensiyangizga ta'sir qiladigan ma'lumotni tasdiqlamasangiz, sizga tegishli pul tizimda ko'rinmaydi. Birinchi navbatda pensionerlar 3 ta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh faqat yoshga doir pensiya olayotgan va barcha ish staji, ish haqi, hujjatlari allaqachon to'liq kiritilgan pensionerlar. Bunday odamlar umumiy pensiya oshirilganda odatda alohida hujjat topshirmaydi. Lekin bu hech qachon hech narsa kerak bo'lmaydi degani emas. Agar sizda keyinroq topilgan mehnat daftarchasi yozuvi, arxiv ma'lumotnomasi yoki hisobga olinmagan ish davri bo'lsa, uni topshirsangiz pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi guruh pensiyasi tarkibida ustama, qo'shimcha, qaramog'idagi shaxslar, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, maxsus imtiyozlar bilan bog'liq to'lovlar bor pensionerlar. Mana shu guruh eng ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki bunday pensiyalarda hujjatning muddati tasdiqlanishi, oila tarkibidagi o'zgarishlar juda muhim. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola 12 yoshdan oshib kunduzgi bo'limda o'qishda davom etsa, odatda ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar bu ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Uchinchi guruh hujjatlarda eski davr, eski tashkilot, yopilib ketgan korxona, arxiv, sobiq kolxoz yoki zavod bilan bog'liq staj masalasi bor pensionerlar. Bu odamlar ko'pincha yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Chunki ularning ayrim ishlagan yillari hisobga kirmagan bo'ladi. Masalan, ayol kishi 1985 yildan 1992 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan.
lekin mehnat daftarchasida muhr yozuv to'liq. Pensiya tayinlanganda bu davr to'liq olinmagan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Lekin arxiv ma'lumotnomasi topshirilmasa, hech kim bu davrni avtomatik qo'shmaydi. Birinchi misol, Nuriddin aka 18 yoshda, pensiyasi 1 million 120 ming so'm. U kishi 1990-yillarda yana 4 yil qo'shimcha ishlagan, lekin o'sha davr pensiya hisobida inobatga olinmagan. Sababi korxona yopilgan, mehnat daftarchasidagi yozuvda muhr yaxshi ko'rinmagan. Farzandi arxivga murojaat qilib, ish staji bo'yicha ma'lumotnoma oldi. Agar Nuriddin aka bu hujjatni avgust oyida pensiya jamg'armasiga topshirsa, mutaxassislar pensiyani qayta hisoblab ko'rishi mumkin. Natijada pensiya deylik, daxlim yoki 120 ming so'mga o'sishi ehtimoli bor. Bu bir oyda kichik ko'rinishi mumkin, lekin bir yilda 1 million so'mdan ko'proq pul degani. Agar hujjat topshirilmasa, bu pul qog'ozda huquq sifatida bor, lekin amalda cho'ntakka kirmaydi. Ikkinchi misol, Malika opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini nabirasi nomidan oladi. Nabira 12 yoshga to'lgan, lekin institutning kunduzgi bo'limiga o'qishga kirgan. Bunday holatda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma juda muhim. Agar o'quv yili oldidan avgust yoki belgilangan muddatda ma'lumotnoma topshirilmasa, tizim bola endi voyaga yetdi va to'lovga asos yo'q deb ko'rishi mumkin. Keyin odamlar nega pul tushmadi deb hayron bo'ladi. Sabab esa oddiy. O'qish davom etayotgan hujjat bilan tasdiqlanmagan. Uchinchi misol, Sobir aka nogironlik pensiyasi oladi. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi bo'yicha nogironlik muddati bor. Agar qayta ko'rikda o'tish muddati yaqinlashgan bo'lsa, hujjatni yangilash kerak. Odam mening ahvolim o'zgarmagan-ku deb o'ylaydi. Lekin tizim his tuyg'u bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Agar komissiya xulosasi yangilanmasa yoki tegishli joyga vaqtida yetib bormasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin uni tiklash uchun yana yurish, ariza yozish, navbat kutish kerak bo'ladi. 4-misol. Dilorom opa pensiya yoshida, lekin pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan. Ayrim davrlar bo'yicha sug'urta badallari yoki ish haqi ma'lumotlari tizimda to'liq aks etmagan. U kishi men ishladim, demak bilishadi deb yuradi. Aslida esa ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri topshirgan, tashkilot nomi almashgan yoki elektron bazada uzilish bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, buyruq nusxasi yoki arxiv hujjati kerak bo'ladi. Men pensiyalarga shunday deyman: agar sizning pensiyangiz oddiy umumiy pensiya bo'lsa ham, kamida bir marta o'z pensiya ishingizni tekshirtirib qo'ying. Ayniqsa pensiyangiz juda past bo'lsa, ishlagan yillaringiz ko'p bo'lsa-yu, pul oz chiqayotgan bo'lsa, bu bejiz bo'lmasligi mumkin. Ba'zan odam 35 yil ishlagan bo'ladi, lekin hisobga 25 yil kirgan. Ba'zan 5 yil yuqori oylik olgan davr hisobga olinmagan. Ba'zan harbiy xizmat, bola parvarishi, zararli sharoitdagi ish, imtiyozli staj bo'yicha hujjatlar yetishmaydi. Quyidagi odamlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak. Birinchidan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Ikkinchidan, 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzand yoki nabira uchun pensiya davom etish kerak bo'lganlar. Uchinchidan, nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bo'yicha ustama olayotganlar. To'rtinchidan, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligi sababli qo'shimcha to'lov olayotganlar. Beshinchidan, ish staji hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Oltinchidan, pensiya tayinlangandan keyin yangi hujjat topganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiyangiz umumiy tartibda tayinlangan bo'lsa, qo'shimcha shartli ustamalar bo'lmasa, oila tarkibi yoki nogironlik muddati bilan bog'liq masala bo'lmasa, odatda umumiy oshirishlar avtomatik qo'llanadi. Lekin men baribir umuman tekshirmang demayman, chunki xatolar ko'pincha yillar o'tib bilinadi. Pensiya ishi bir marta tekshirilsa, odam ko'ngli xotirjam bo'ladi. Eng katta nozik joylardan biri shuki, odamlar hujjatni topshirish bilan pul darrov oshadi deb o'ylaydi. Aslida hujjat topshirilgandan keyin mutaxassislar uni tekshiradi. Hujjat haqiqiyligini, davrni, lavozimni, ish haqi miqdorini, qonun bo'yicha hisobga olinadigan yoki olinmaydigan tomonlarni ko'radi. Ba'zi hujjat pensiyani oshiradi, ba'zisi esa faqat ishga qo'shiladi, lekin summaga sezilarli ta'sir qilmaydi. Shuning uchun oldindan aniq sizga falon so'm qo'shiladi deyish qiyin. Ikkinchi nozik joy, hujjatning shakli. Oddiy qog'ozga yozilgan ma'lumot hamma vaqt yetarli bo'lmaydi.
arxiv ma'lumotnomasi rasmiy bo'lishi, tashkilot rekvizitlari, sana, raqam, mas'ul shaxs imzosi, muhr yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Ish haqi ma'lumotida qaysi yillar, qaysi oylar, qanday asosda berilayotgani ko'rsatilishi lozim. Agar ma'lumotnoma noto'g'ri tuzilgan bo'lsa, siz 2 marta ovora bo'lasiz. Avval so'ng topshirasiz. Keyin rad javobi yoki qo'shimcha talab olasiz. Yana qaytib borasiz. 3-nozik joy, muddat. Ba'zi to'lovlar hujjat topshirilgan kundan boshlab qayta hisoblanadi. Ba'zilarda oldingi davr uchun ham qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu holat pensiya turi, hujjat mazmuni va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun baribir keyin topshirsam ham bo'ladi deb o'ylash xavfli. Kechiktirilgan har oy siz uchun yo'qotilgan pulga aylanishi mumkin. Masalan, pensiyangizga 500 ming so'm qo'shilishi kerak bo'lsa, siz 4 oy kechiksangiz 600 ming so'm masala paydo bo'ladi. Bu pul qaytariladimi yoki faqat keyingi oydan hisoblanadimi? Buni aniq holat bo'yicha mutaxassis ko'radi. Lekin vaqtida topshirgan odamda bunday xavf kamroq bo'ladi. 4-nozik joy, telefon qilib so'radim. Bo'lmas ekan degan gapga suyanib qolmang. Telefon orqali umumiy maslahat beriladi. Lekin yakuniy qaror hujjat asosida qilinadi. Sizda haqiqatan asosli hujjat bo'lsa, uni rasmiy tartibda topshiring. Ariza raqamini oling, qabul qilinganini tasdiqlating. Og'zaki gapga isbot bo'lmaydi. 5-nozik joy. Farzandlar yoki qarindoshlar befarqligi. Ko'p pensionerlar yolg'iz o'zi idora yurishga qiynaladi. Hujjat nomlarini adashtiradi. Qayerga borishni bilmaydi. Men farzandlarga aytaman. Ota-onangizning pensiyasi 50 ming so'mga oshsa ham, bu ular uchun muhim. Doğrusu yo'l puli, oziq-ovqati bor. Bir marta birga borib pensiya ishini tekshirtirish katta yordam bo'ladi. 6-nozik joy. Bank kartasi va yashash manzili ma'lumotlari. Ba'zan pensioner pensiyasi hisoblangan bo'ladi, lekin karta muammosi, bank rekviziti, yashash joyi, pasport ma'lumoti yangilanmagani sababli to'lovda kechikish bo'ladi. Agar pasportingiz almashgan bo'lsa, ID karta olgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yangilangan bo'lsa, bularni ham tegishli joylarga bildirish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'z pensiyangiz turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ustama va qo'shimchalar bormi? Buni bilmasdan turib, qaysi hujjat kerakligini to'g'ri aniqlash qiyin. Agar bilmasangiz, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ikkinchi qadam. Pensiya ishingizda qaysi davrlar hisobga olinganini tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha ish joylari pensiya hisobida bormi? Harbiy xizmat, tug'ruq ta'tili, bola parvarishi, o'qish davri, zararli sharoitdagi ish. Mavsumiy ishlar, sobiq korxonalardagi staj to'g'ri kiritilganmi? Bularni mutaxassis bilan ko'rib chiqish kerak. Uchinchi qadam. Sizda yangi yoki ilgari topshirilmagan hujjat bo'lsa, uni tayyorlang. Bu mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot, sud qarori, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha xulosa, oila tarkibi haqida hujjat, qaramog'idagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi mumkin. Hujjatning asl nusxasi va nusxasini olib boring. Ba'zi holatlarda notarial tasdiq talab qilinishi mumkin, ba'zi holatlarda talab qilinmaydi. Buni joyida aniqlaysiz. 4-qadam avgust oyida kechiktirmasdan murojaat qiling. Ayniqsa o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladigan holatlarda kutib yurmang. Ta'lim muassasasidan rasmiy ma'lumotnoma oling. Unda talabaning familiyasi, ismi, otasining ismi, ta'lim shakli, kursi, o'qish muddati, buyruq raqami yoki asos ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Eng muhimi, kunduzgi ta'lim ekani aniq yozilishi lozim. Chunki ko'p to'lovlarda aynan kunduzgi ta'lim sharti muhim bo'ladi. 5-qadam, ariza yozing. Arizada oddiy qilib shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiyani taqdim etilayotgan hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandim yoki nabiram kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sababli to'lovni davom ettirish uchun ma'lumotnomani taqdim etyapman deb yoziladi. Agar ish staji bo'lsa, ilgari hisobga olinmagan ish davrimni pensiya hisobiga qo'shib berishingizni so'rayman deb yoziladi. 6-qadam, hujjat qabul qilinganini tasdiqlating. Bu juda muhim. Siz arizani topshirdingiz, lekin qo'lingizda hech qanday tasdiq bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul xodim ma'lumoti yoki elektron murojaat raqamini saqlang.
Agar elektron portal orqali yuborsangiz, yuborilganligi haqidagi xabarnomani saqlab qo'ying. 7-qadam javob muddatini kuzating. Hujjat topshirgandan keyin bir necha kun kutib qolmang, lekin butunlay unutib ham yubormang. Belgilangan muddat o'tgach, natijasini so'rang. Qayta hisoblash bo'ldimi? Qo'shimcha hujjat kerakmi? Rad etilgan bo'lsa, sababi nima? Rad javobi bo'lsa, uni yozma shaklda oling. Chunki yozma javob bo'lsa, siz keyin yuqori turuvchi idoraga yoki sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. 8-qadam pul tushganini tekshiring. Ba'zan qaror chiqqan bo'ladi, lekin to'lov keyingi oyda aks etadi. Bank kartangizdagi kirimlarni, SMS xabarlarni, to'lov sanasini kuzating. Agar pensiya oshishi kerak bo'lsa-yu, summa o'zgarmasa, yana murojaat qiling. Ehtimol keyin tushar deb o'ylar davomida kutmang. Men sizga eng ko'p uchraydigan hujjatlarni sanab beraman. Birinchisi, pasport yoki ID karta. Ikkinchisi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot. Uchinchisi, mehnat daftarchasi va uning nusxalari. To'rtinchisi, arxiv ma'lumotnomalari. Beshinchisi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Oltinchisi, o'qish joyidan kunduzgi ta'lim bo'yicha ma'lumotnoma. Yettinchisi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Sakkizinchisi, nikoh, tug'ilganlik, vafot etganlik haqidagi guvohnomalar. To'qqizinchisi, bank rekvizitlari. 10-si, oila tarkibi yoki qaramog'idagi shaxslar bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar. Lekin yana takrorlayman, hamma hujjat hammaga kerak emas. Siz o'zingizga tegishli holatni aniqlashingiz kerak. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odamga o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lmasligi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa bu eng asosiy hujjat bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasida esa tibbiy xulosa va qayta ko'rik muddati muhim. Eng birinchi xato, hammasi avtomatik bo'ladi deb yurish. Yo'q, avtomatik bo'ladigan holatlar bor, lekin hammasi emas. Ikkinchi xato, hujjatni uyda saqlab yurish. Hujjat borligi yetarli emas, u tegishli organga topshirilishi kerak. Uchinchi xato, muddatni o'tkazib yuborish. Ayniqsa avgust oyida talab qilinadigan ma'lumotnomalarni kechiktirmang. To'rtinchi xato, faqat og'zaki maslahat bilan cheklanish. Har doim rasmiy ariza va qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam bo'lsin. Beshinchi xato, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotnoma olib borish. Hujjatni olishdan oldin unda barcha kerakli rekvizitlar borligini tekshiring. Yana bir muhim masala, agar sizning pensiyangiz kamayib qolgan bo'lsa yoki to'lov to'xtagan bo'lsa, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Darhol sababini aniqlang. Ba'zan sabab oddiy, hujjat muddati tugagan, karta yangilanishi kerak, ma'lumot bazaga kech tushgan. Ba'zan esa jiddiyroq, to'lovga asos bo'lgan holat o'zgargan bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham sababni rasmiy aniqlash kerak. Men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Pensionerlar yiliga kamida bir marta o'z hujjatlarini tartibga solib qo'ysin. Alohida papka qiling. Pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy xulosalar, o'qish ma'lumotnomalari, bank ma'lumotlari bir joyda tursin. Farzandlaringizga ham qaysi hujjat qayerda ekanini aytib qo'ying. Chunki shoshilinch vaziyatda hujjat izlashning o'zi katta muammoga aylanadi. Xulosa shuki, pensiya, indeksatsiya, qayta hisoblash va qo'shimcha to'lovlarda eng muhim narsa hujjatdir. Agar avgust oyida topshirishi kerak bo'lgan ma'lumotnoma yoki arizani vaqtida bermasangiz, pulingiz kechikishi, to'lov to'xtashi yoki pensiyangiz oshmay qolishi mumkin. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kunduzgi ta'lim ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati, qaramog'idagi shaxslar va ish staji bo'yicha yangi ma'lumotlar masalasida juda ehtiyot bo'ling. Men sizga oddiy tavsiya beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya turini aniqlang. Agar shubha bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hujjat topshirsangiz, albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam oling. Og'zaki gapga emas, rasmiy hujjatga suyaning. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Yoki hujjat yetishmagani uchun to'lov kechikkanmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda topshirilgan hujjat pensionerning har oy oladigan pulini saqlab qolishi mumkin.